Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli podpischilar. Xudo xolasa navbatdagi buyurtmamizni olish uchun Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumaniga keldim do'stlar. Xudo xolasa ortimda turgan mana shu xonadonimizga darvoza yasaymiz. Inshaalloh shtampovka variantda bo'ladi. Aziz do'stlar, hayta fasondan bo'ladi darvozamiz. Kaziroga ham bor, aziz do'stlar. Xudo xolasa 12 viloyatga dastavka ustanovkalarimiz bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 12 viloyatga dastavka ustanovkalar bor. Bu xonadonimizda mana egalari Bahodir aka. Bahodir aka, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Biz podpischilar aka. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa. Kuch-quvvat sizlarda. Aka sizga ham. Ko'proq mana yozinglar, bolalar yaxshi, Xudo xolasa. qiziqadigan, yaxshi, arzon narxlarda aytyapti. Xudo xolasa. Alloh yetkazsa, sizlar ham qo'yinglar mana shunaqa darvozalarni. Xudo xolasa. Xudo xolasa o'rnatsa yana bitta ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Undan ustanovkadan keyin yana bitta obzor qilib beramiz. Xudo xolasa. Kaziroylari ham bo'ladi, Lexan varianti bo'ladi tepasi. Aka sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yoz chizini qildik, zakolatlarni oldik. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar aka.